Assalomu alaykum. Efirda hafta ichida Dajis informatsion dasturi. Studiyada Madina Abdulazizova. Yaqin daqiqalar ichida Toshkent kimyo texnologiya institutida hafta davomida bo'lib o'tgan voqealar tafsiloti bilan yaqindan tanishtirib o'taman. 4-may kuni Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyatida Toshkent kimyo texnologiya institutining bir guruh talabalariga diplom oldi amaliyotni muvaffaqiyatli va yuqori ko'rsatkichlar bilan tamomlaganligi to'g'risida sertifikatlar topshirildi. 4-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti tillar kafedrasi dotsentlari hamda kafedra o'qituvchisi Toshkent shahridagi 254-maktabga tashrif buyurib, 11-sinf o'quvchilari bilan kasbga yo'naltirish bo'yicha uchrashuv o'tkazdilar. 4-may kuni Toshkent kimyo texnologiya institutida ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish masalalariga bag'ishlangan davra suhbati o'tkazildi. 5-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti delegatsiyasi Ibrohim Yusupov nomidagi ijod maktabga tashrif buyurdi. 5-may kuni Ibrohim Yusupov tavallud sanasi munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti jamoasi professor o'qituvchilar, tutorlar hamda talaba yoshlar adiblar xiyoboniga tashrif buyurdilar. 6-may kuni institutimiz professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar O'zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyiga tashrif buyurdilar. 6-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar Amir Temur muzeyiga tashrif buyurdilar. 6-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar G'alaba bog'iga tashrif buyurdilar. 6-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar Ichki ishlar organlari tarixi muzeyiga tashrif buyurdilar. 6-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurdilar. 6-may kuni institutimiz professor o'qituvchilari hamda talaba yoshlar institut hududida tashkil etilgan Ibrohim Yusupov muzeyiga tashrif buyurdilar. 7-may kuni har payshanba yoshlar kuni doirasida talabalar Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdilar. 7-may kuni har payshanba yoshlar kuni hamda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan talaba yoshlar xotira maydoniga tashrif buyurdilar. 7-may kuni institutimizda rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. 7-may kuni yoshlar kuni doirasida Botanika bog'iga ilmiy ekskursiya talabalarning amaliy bilimlarini mustahkamlandi. 7-may har payshanba yoshlar kuni doirasida fakultet dekani va talabalar uchrashuvi o'tkazildi. 7-may har payshanba yoshlar kuni doirasida kasbga yo'naltirish uchrashuvi o'tkazildi. 7-may kuni Toshkent kimyo texnologiya institutida tarmoq oliygoh korxona hamkorligi doirasida talabalarni ish bilan ta'minlash, dual ta'lim tizimini rivojlantirish hamda amaliyot jarayonlarini takomillashtirishga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. 7-may kuni Toshkent kimyo texnologiya instituti oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakultetida talabalar bandligini ta'minlash hamda ish beruvchi tashkilotlar bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida an'anaviy karyera kuni mehnat yarmarkasi tashkil etildi. 7-may kuni Toshkent kimyo texnologiya institutining xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi Gulnora Aripova, fakultetlar dekanlarining maslahatchilari hamda Qizlarjon klubi a'zolari ishtirokida Buvijonim kiygan liboslari nomli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. 8-may kuni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti Neft va gaz texnologiyalari fakultetida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. 8-may kuni oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti tutori Hasanov hamda unga biriktirilgan talabalar xotira va qadrlash kuni arafasida Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Karim va Anna Georgiyevna holidan xabar olishdi. 8-may kuni xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti Fizika va energetika kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan ustoz holidan xabar olindi. 8-may kuni xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti Kimyoviy injiniring fakulteti Texnologik jarayon va qurilmalarni loyihalash kafedrasi jamoasi tomonidan faxriy ustozlar holidan xabar olindi. 8-may kuni Organik sintez texnologiyasi kafedrasi mudiri dotsent Ziyodullayev hamda professor o'qituvchilar tomonidan bakalavr va magistratura talabalari uchun Chirchiq kimyo industrial texnoparki tarkibidagi Toshkent kimyo texnologiya instituti Ilg'or muhandislik maktabi hamda Himplas Corp mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasida amaliy trening dars mashg'ulotlari tashkil etildi. 8-may kuni Toshkent kimyo texnologiya institutida
Toshkent shahridagi Prezident maktabi o'quvchilari bilan ustoz shogird tizimi asosida amaliy va ilmiy uchrashuv tashkil etildi. 9-may kuni institutimizning oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti tyutori xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Motamsaro ona haykalini ziyorat qilishdi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti Kimyo kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan ustoz holidan xabar olindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.